What is the significance? 150 assambleyaga mezbonlik qilish O'zbekistonning xalqaro diplomatiya va hamkorlikdagi o'rni nuqtai nazaridan qanday ahamiyatga ega? Bu juda muhim. Menimcha ushbu mamlakat uchun o'zining kimligini va nima qilayotganini dunyoga ko'rsatish, shuningdek dunyoning bu go'zal mamlakati, uning tarixi va so'nggi yillarda erishgan barcha yutuqlari bilan tanishish uchun imkoniyatdir. Parlamentlararo ittifoqining maqsadlaridan biri mamlakatlarning o'z xalqiga yordam berish yo'lidagi sa'y-harakatlari bilan o'rtoqlashishdir. Va men bu mamlakatda aynan shunday o'rtoqlashish uchun ko'p narsa bor deb o'ylayman. Chunki u so'nggi yillarda juda ko'p narsalarga erishdi, juda katta yutuqlarga erishdi. O'zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar ham juda muhim. Chunki siz mamlakatning rivojlanishini har bir ko'chada, har bir xiyobonda ko'rishingiz mumkin. Mamlakat nimaga investitsiya kiritayotganini, iqtisodiyotining o'sib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Va bu yoshlar, ish bozori va umuman mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy holat deb o'ylayman. Avval aytganimdek, bu ko'plab mamlakatlar, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ajoyib namuna bo'la oladi. Biz O'zbekiston tajribasidan o'rnak olib, uncha ko'p bo'lmagan yillar ichida nimalarga erishish mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Menimcha so'nggi yillarda siz juda katta rivojlanishlarga erishdingiz. Shuning uchun bu ijobiy va butun dunyo uchun ajoyib namunadir. What is the importance? Bugungi dunyoda parlamentlararo ittifoqning ahamiyati nimada? Parlamentlararo ittifoqining maqsadi eng yaxshi tajribalarni almashish. Bir mamlakatda qabul qilingan qonunchilikni boshqasida aks ettirish yoki hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gapirib berish bilan bog'liq. Shunday ekan, bu mavzularni muhokama qilish va ba'zilarida esa kamroq darajada hali ham surilishi kerak bo'lgan kun tartibini ishlab chiqish uchun birga yig'ilish juda muhim. Ammo hali qilinishi kerak bo'lgan juda ko'p ish bor va menimcha muhimi shundaki, bu yerda biz boshqa mamlakatlar nima qilayotganini ko'rishimiz, o'z mamlakatlarimiz nima qilayotgani bilan bo'lishimiz mumkin. Va umuman olganda bu har bir kishi uchun ushbu kun tartibiga sodiq qolish va gender tengligi, iqlim o'zgarishi va zo'ravonlikka qarshi kurash kabi dunyo uchun muhim bo'lgan mavzularda ilgari surish uchun yaxshi imkoniyat deb o'ylayman.